Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana bugun toqqa dam olgani chiqib ketyapmiz. Mana akalarimiz, Mansur akam o'zim olib kelgan. Hali endi tashlaymiz. Mana do'stim Baxtiyor. Hammaga salom. Bir dam olaylik deb chiqib ketyapmiz. Termizlarimiz bor. O araq ovoq shekilli ichida unda. Ya, bu choy bu. Gapirmang, bizga Xullas bugun juma, ulug' kun, hayit ayyomi kuni, hammalarni hayit bayramlar bilan tabriklaymiz. Endi bir dam olishsiz olgan bor. Yaltada, Qrimda dam olish ekan. Shuning uchun o'zimiz ham dam olamiz deb Aypetri tog'iga chiqib ketamiz. Hozir to'planyapmiz. To'planib bo'lsak, Aypetri tog'iga chiqamiz. Mana shu do'stimni 1 yil oldin o'zim olib keldim. Rosa 1 yil bo'ldi mana. Bugun ko'rishib turibmiz shundan beri. 1 yil 2 kun bo'ldi. Mana Ro'zavoy. Assalomu alaykum. Hammaga salom. Tuzingizlar, tinchmisizlar? Sog'lar yaxshimi? Bayram bilan ham tabrik. Bayraminglar bilan kirib kelgan hayit ayyominglar muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, oilalarni baxtiga. Yashang, yashang. So'z olib boradi. Ukam bo'lar ekan mana yursa ham. Bo'ladi aka. Bo'ladi. Qani yana bitta odamimiz? Mana bitta Bo'ldi, yana bitta odamimiz orqada ekan, ne deyapti. Xullas qani ketdik bo'lmasa. Mana ketdik endi hozir. Ketdik mana Aypetrga chiqib ketyapmiz, xudo xolasa. Shunda qilib o'rtoqlar, endi toqqa yo'l oldik. Omontoyev Saidjon oshni damlab qo'ydik. Kelib bir chimdimni osh yeb ketmaysiz, xafa bo'laman deganiga endi yo'lni ash tarafga qarab burdik. Oshga ketyapmiz. Osh yeymiz hozir xudo xolasa. Cho'p qilib yeb osh tayyor ekan mana Alloh nasib qilsa. Keyla undan ko'ra osh yeymiz. Gaplashib, o'tirib, yozilib ketasizlar. Ayni boshqa safar. To'xtab qo'ying desam to'xtaydi. Yalta degan Biz bu yoqqa o'rtoqlar mana osh bo'layotgan yerga ham yetib keldik. Mana biz bitta hozir oshnamiz kutib olyapti. Hormaylar. Mana ukalarimiz oshni qilib bizni kutib turishibdi ekan. Hayitlar bilan o'rtoqlar. Rahmat. Aka, e'tirof tutgasiz. Biz uni bilmay yo'lga chiqib yorgan ekanmiz-da. Mana o'rtoqlar. Hayit oshimiz. Nima ko'rmaymiz sizni? Saidjon o'zingizmi? Chef Power. Aka, xudo xolasa Toshkentda Ilhom oshga vizib tashlaydigan bo'lib qoldi. Toshkentga vizib tashlayman. YouTube'ga chiqarib berdim. Bo'ldi, mana chiqaramiz-da. Bashnaqa osh qilish bersin ashuni powerlari. Vizib tashlayman Ilhom oshga. Yangi yo'ldagi Ilhom oshga vizib tashladim. Ilhom oshga vizib tashlaymiz ekan. Xullas, bu musobaqada endi, ha? Musobaqada. Kim zo'r qilish? Ha, shundoq. Ja bo'lmasa, Yaltaga kelib osh qilib ko'rchi deb beramiz. Yaltaga kelib osh qilishga. Vizib tashladim. Qaysiz? Opamisiz? Bormisiz? Mana Ahmadjon. Ahadjon. Tog'am mahallasi, bular mahallasi. Mana shu yana men jaman.
Mana hayit bayramlarida nishonlayapmiz, xudo xolasa. Keling o'zini. Keling, aka o'tiring. O'tiring. Hali qo'shni qishloqda bolalari qani? Qozog'vochilar. Ya, Ulug'bek. Yo'q. Kimada ular kelsa, telefon qildi. Qani hammani olinglar. Texnika yo'q, bu yerda emasmi zo'r. O'zidan vaqtning. Urush kerak. Ishga ham chiqmayapti. Osh topib qo'ying. Oshig'ab keyin Nuqson aka. Bu yerdan bu yoqqa olib qo'ying. Dünya meniki deydi, davron meniki deydi. O'zi qarzga osh yeydi. Boy kulturni boyvachcha, bir so'mi yo'q boyvachcha. Qat kirib deydi qalay, tekin yutar yamlamay. Og'zi polvon biramay, bir so'mi yo'q boyvachcha. Hech qachon Aka, tan joningiz sog' bo'lsin. joninglar sog' bo'lsin. Bola chaqalaringlarni orzu havaslarini ko'ringlar. Nimaki niyat qilgan bo'lsanglar, Allohning niyatiga. Hamisha salomat bo'linglar. Dard ko'rmasin Saidjon, rahmat. Qaring osh go'zallik Rossiyada. Kachigarda bu hammasi. O'rda bor. Aka kachigarda. Kachigarda? Kachigarda aka. Kachigarlar. To'g'ri deysizlar aka. To'g'ri guruch solib. Boshda ham yeb, sekin o'rnimizdan turdik. Osh qilganlarga ham rahmat. Saidjon boshchiligida osh qilishgan ekan. Biz osh yeb oldik. Endi Aypetri tog'iga qarab yo'l olamiz.